Assalomu alaykum. Mana bu mijozimizning mahsulotlarini yig'dik. Xudo xohlasa inshaalloh chiqarib beramiz. Xo'p, bu yerda Amerikan keli, fittingli, bu yoqda atwotli, illegal training, muhtili bor. Bu yoqda metallический xomut, bu yoqda sharoy ekran 32lik premium bo'ladi. Ma'lumot o'rnida ma'lumot berib ketaman. Bizani Amerikan keli boshqa ishlab chiqaruvchilarga qaraganda rezinkasini sifati juda ham boshqacha ko'rishingiz mumkin. Ichiga kirib turadi. Plus 130 minus 20 dan qo'rqmaydi. Va bu uncha-munchaga chirib, qotib, bo'linib ketmaydi. Ancha yil xizmat qilib beradi. Bir xillarda suvni o'chirib yoqqanda qanaqadir muammolar bo'ladi. Bu mahsulotimizda inshaalloh unaqa muammolar kuzatilmadi hali. Inshaalloh bundan keyin ham bo'lmaydi. Bundan tashqari truba zakaz qilganlar Waterprodan 50-32 diametr sovusu zakaz qilganlar. Hammasini chiqarib beramiz. Kimga shunaqa Waterpro mahsulotlari kerak bo'lsa, bizga Waterproga murojaat qilaverasizlar.